Assalomu alaykum. Efirda axborot 24 ko'rsatuvi. Xabar qilganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyatida bo'lib, hududni yanada rivojlantirishga qaratilgan qator loyihalarning amalga oshirilishi, avvalgi tashrif davomida berilgan topshiriqlar ijrosi, aholining talab ehtiyojlari bilan yaqindan tanishdi. Tashrifning ikkinchi kuni haqida muxbirlarimiz xabar beradilar. O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasining eng muhim strategik nuqtasida joylashgan. Bu esa mamlakatni har jihatdan ishonchli himoya qilishni, yildan-yilga shakl va uslublari o'zgarib borayotgan qurolli tahdidlarga qarshi qo'shinlarni tezkor tayyorlashni taqozo qiladi. 2017-yil davlatimiz rahbari O'zbekiston Qurolli Kuchlari Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakatimiz mudofaa salohiyatini mustahkamlash, O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Qurolli kuchlar qurilishi bo'yicha mutlaqo yangi strategik yondashuv ishlab chiqildi. Jumladan tamomila yangi tarkibdagi batalyon taktik guruhlari asosida Jizzax viloyatida Forish tog' dala o'quv bazasi tashkil etildi. Prezidentimiz Jizzax viloyatiga tashrifining ikkinchi kuni Forish tog' dala o'quv maydoniga tashrif buyurdi. Bu yerdagi harbiy qism sharoitlari, harbiy xizmatchilarining o'quv mashg'ulotlari bilan yaqindan tanishdi. Dastlab prezidentimiz e'tiboriga Forish tog' dala o'quv maydonining jangovar va taktik imkoniyatlari aks etgan videorolik namoyish etildi. Shundan so'ng tanishuv amaliy tus oldi. Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni elektron o'q otish mashg'ulotlarini kuzatdi. Aytish kerak, ushbu jarayon harbiylar uchun juda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularda o'q otor qurollardan unumli foydalanish va turli usullarda aniq mo'ljalga olish ko'nikmasini oshiradi. Prezidentimiz mashg'ulot jarayonini kuzatar ekan, bu kabi o'quv amaliy darslarni yanada takomillashtirish yuzasidan o'z tavsiyalarini berdi. Harbiy qismning doimiy jangovar shaylikda turgan batalyon taktik guruhi o'z faoliyatini asosan dala o'quv maydonida yoki doimiy yashash joyida amalga oshiradi. Shu bois nazariy va amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan joylar har bir mavsumga, iqlimga mos bo'lmog'i lozim. Prezidentimiz harbiy qismdagi sharoitni ko'zdan kechirar ekan, ushbu jihatga alohida e'tibor qaratdi. Forish tog' dala o'quv maydoni misolida respublikamizdagi barcha harbiy poligonlarni modernizatsiya qilish, kelajakda ularni mobil poligonlarga aylantirish bo'yicha mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berdi. Harbiy xizmatchilarning jangovar ma'naviy ruhiy tayyorgarligi bilan bir qatorda ularning yashash sharoiti, salomatligi muhim o'ringa ega. Davlatimiz rahbari bu yerda harbiy xizmatchilarning yotoqxonalaridagi sharoitlar bilan tanishdi. Kelgusida bu kabi yotoqxonalarning tashqi va ichki holatini takomillashtirish yuzasidan zarur tavsiyalar berdi. Harbiylarda muqaddas joy deb e'tirof etiladigan saf maydonida bir marotaba bo'lsa ham shahdam qadamlar bilan yurishni orzu qilmagan yigit bo'lmasa kerak. Chunki bu holat haqiqatdan ham insonga o'zgacha faxr bag'ishlaydi. Davlatimiz rahbari harbiy qismdagi saf maydoniga alohida e'tibor qaratdi. Saf maydoni harbiy xizmatchiga g'urur, iftixor bag'ishlash lozim. Umuman bu joy insonning vatanparvarlik ruhini oshiruvchi maydon bo'lishi kerak deya ta'kidladi. Harbiy xizmatchi har qanday vaziyatda o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotmasdan, ruhiy holatiga ta'sir etuvchi omillarni yengib o'ta olishi lozim. Bu jarayonda esa unga psixologik tayyorgarlik asqotadi. Prezidentimiz shuningdek ruhiy chidamlikka qaratilgan mashg'ulotlarni ham kuzatdi. Shundan so'ng boshlangan jangovar tayyorgarlik o'quv mashg'ulotlari barcha harbiy taktik bo'linmalar harakatini qamrab oldi. Forish tog' qoyalari tog' tayyorgarligi yo'nalishida xizmat qilayotgan harbiylar uchun ayni muddao. Negaki, juda murakkab vaziyatlarda muvaffaqiyatli harakat qilish va yuklatilgan vazifani to'liq ado etish yuqori malaka, katta mahorat, bir so'z bilan aytganda, mukammal jangovar tayyorgarlikni talab etadi. Balandlikka arqonlarda tortilgan holda zudlik bilan ko'tarilish va kutilmaganda dushmanga zarba berish, jarohatlanganlarni qoyadan qoyaga o'tkazib, tibbiy yordam ko'rsatishda tezkor harakat va aniq mo'ljal muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni tog' darasida dastlab mazkur yo'nalishda mashg'ulot olib borayotgan harbiy xizmatchilar bilan uchrashdi va taktik tayyorgarlik mashg'ulotlarining borishi, zamonaviy qurol aslaha va zarur uskunalar bilan ta'minlanganlik, ijtimoiy himoya masalalari bilan qiziqdi. Jangovar tayyorgarlik o'quv mashg'uloti ssenariysiga muvofiq tog' orasidagi dala o'quv maydonida qurolli jangarilarni yakson qilish muhim vazifa etib belgilangan.
O'quv mashg'uloti jarayoni real voqelikka yaqinlashtirilgan holda namoyish etildi. Prezidentimizga ssenariy tafsilotlari haqida ma'lumot berildi. Bo'linmalarga qo'yilgan asosiy vazifa jangovar tayyorgarlikni oshirish, zamonaviy jang usullarini o'quv mashg'ulotlarida takomillashtirib borish, tezkor qarorlar qabul qilish va jangovar harakatlarda vaziyatni oldindan anglashni o'zlashtirishdan iborat. Mana bugun barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar bilan bir qatorda qurolli kuchlarimiz ham izchil islohotlar olib borilmoqda. Islohotlar natijasida jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari soni va sifati tubdan yuqori bosqichga ko'tarildi. Oldinlari jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari oyda bir marta o'tkazilgan bo'lsa, bugungi kelib jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari soni sifati juda ko'paytirilib, yoqilg'i moylash mahsulotlari, o'q-dorilar bilan to'liq ta'minlab berilmoqda. Mana shunday yaratilgan shart-sharoitlar va imkoniyatlardan to'laqonli foydalangan holatda biz harbiylar bunga javoban sarhadlarimizning daxlsizligi uchun, xalqimizning tinch va osoyishta hayoti uchun hatto jonimizni ham ayamasdan xizmat qilishga tayyormiz. Kim avvalo vatan himoyachisi, jismoniy barkamol, aqlan yetuk, irodasi mustahkam inson. Masalaning yana bir tomoni borki, u har qancha kuchli, o'qimishli bo'lmasin, nazariyani amaliyot bilan uyg'unlashtirmasa, ko'zlagan maqsadiga yeta olmaydi. Hozirgi tahlikali zamonda dunyoning turli joylarida kuzatilayotgan nobarqaror harbiy siyosiy vaziyatni tahlil qilganda, dushman ustidan g'alaba qozonish uchun harbiylardan jasorat, mardlik, qat'iyat, jangovar tashabbus, to'g'ri taktika tanlay bilish talab etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni tanishgan navbatdagi joy qo'shinlarning o'q otish maydoni bo'ldi. Bu yerda harbiylarimiz turli o'q otar va guruh qurollarida amaliy otish mashqlarini ko'rsatib berishdi. Qolaversa, yigitlar tomonidan jangovar mashinalarni boshqarish hamda turli tabiiy va sun'iy to'siqlardan texnikalarni olib o'tish jarayonlari ham ko'rsatib berildi. Yopiq pozitsiyalarda joylashgan stvolli va reaktiv artilleriya tizimlaridan uzoq masofalardagi nishonlarning aniq mo'ljalga olinishi artilleriyachi yigitlarning mahorati namoyishi bo'ldi. Birinchi nishongacha bo'lgan masofa 2700 metr. Direksion burchagi 38.40. Shu o'rinda bir mulohaza, kechagi armiya bilan bugungi armiya o'rtasida qanday farq bor? Ilgari amaliy mashg'ulotlarga juda kam vaqt ajratilgan bo'lsa, hozirda bu 2-3 barobarga ko'paytirilib, oddiy askardan komandirgacha bo'lgan barcha toifadagi harbiy xizmatchilarning ko'proq amaliy ko'nikmasini oshirishga e'tibor berilyapti. Shuningdek, batalyon taktik guruhlari tarkibiga kiritilgan barcha qo'shin turlari alohida emas, balki birgalikda jangovar o'quv topshiriqlarini bajarmoqda. Mashg'ulotlarni mahoratli uchuvchilarimizning turli balandliklarda va murakkab parvozlarni amalga oshirgan chiqishlar yakunlab berdi. Forish poligonida o'tkazilayotgan bu kabi batalyon taktik guruhlarining tayyorgarlik mashg'ulotlari tog' va cho'l hududlarida, favqulodda o'zgaruvchan vaziyatlarda, har qanday ob-havo sharoitida kecha-yu kunduz shaxsiy tarkibning topshiriqlarini to'laqonli bajarishga, jangovar harakatlarni tashkillashtirish va uzluksiz boshqaruvni takomillashtirishga xizmat qiladi. Ma'lumki, Jizzax viloyati qishloq xo'jalik sohasida katta salohiyatga ega, biroq tog' oldi hududlarda sug'orish imkoniyati yo'qligi bois hali foydalanilmayotgan yerlar ham ko'p. Bu esa meva-sabzavot, poliz va boshqa mahsulotlar yetishtirish, bog'dorchilikni rivojlantirish borasida imkoniyatlarni cheklab kelardi. Shularni inobatga olgan holda prezidentimiz tomonidan bir qator muhim tashabbuslar faol amalga oshirilmoqda. Hududlarimizga yangi hayot bag'ishlayotgan, asr qurilishi deya e'tirof etilayotgan ulkan suv omborlari buning yaqqol tasdig'i bo'la oladi.
Endilikda mana shunday muhim inshootlardan biri Forish tumanida ham barpo etilmoqda. Aytish joizki, suv tanqisligi sababli hududning katta maydondagi unumdor yerlarda deyarli dehqonchilik qilinmay kelinyapti. Yangi suv omborining qurilishi nihoyasiga yetkazilishi bilan sug'oriladigan maydonlar hajmi keskin ortadi. Natijada ekinlardan hosil va daromad olish imkoniyatlari tubdan oshadi. Bu o'z o'rnida viloyatda yetishtiriladigan qishloq xo'jalik mahsulotlari eksportini ko'paytirishga ham ijobiy ta'sir qiladi. Hozirda tumandagi 20 ming gektar yerni suv bilan ta'minlash imkonini beradigan kanal va suv omborining qurilishiga kirishildi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev viloyatga tashrifi davomida 2018-2019 yillarda Jizzax viloyatida irrigatsiya melioratsiya tarmog'ini rivojlantirish, suv inshootlarini qurish hamda mikrogeyslar tashkil qilishga qaratilgan qator istiqbolli loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Prezidentimizga mazkur gidro inshootlar loyihalari xususida atroflicha ma'lumot berildi. Bugungi kunda ko'zda tutilgan suv inshootlarining qurilish ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Shu kunga qadar 10 kilometrdan ortiq qismi zamonaviy texnologiyalar asosida qurilib, qirg'oqlari betonlashtirildi. Qolgan 8 kilometrdan ziyod qismi joriy yilning yarmida to'liq tugallanishi rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari qilingan ishlarning video tasviri bilan tanishar ekan, bu bordagi ishlarni sifatli amalga oshirish bo'yicha mutasaddilarga aniq vazifalar belgilab berdi. O'zbekistonimizning irrigatsiya melioratsiya sohasida yangi sahifalar ochilyapti. Suvdan tejab, tergab ishlatish natijasida yangi o'zlashtirilmagan yerlarga suv yetkazib berish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Janubiy Mirzacho'l kanalidan suvni iqtisod qilib olib kelib, suv ombor quramizda shu kanallar orqali Forish tumanining 20 ming gektar suv bilan ta'minlanmagan yerlarda dehqonchilik qilish uchun imkoniyatlar yaratilyapti. Mana shu yerlar o'zlashtirilib, bu yerda mevazorlar, uzumzorlar barpo etiladi, yong'oqlar ekiladi va natijada aholi ish bilan band bo'lib, biz hisob kitob qildik. Mana shu ishlar natijasida 11 mingga yaqin kishi ish bilan ta'minlanadi. Bu yerda yong'oqlardan, meva uzumzorlardan olingan mahsulotlar eksport qilinadi va mana shu havzada baliqchilik qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Baliqni qayta ishlaydigan korxonalar tuziladi. Shuningdek, bu yerdagi sug'orish tarmoqlarini rekonstruksiya qilib, biz hozirgi zamonaviy texnologiyalardan, ya'ni geomembrana, geotekstillarni to'shab, suvni bir tomchisini ham isrof qilmasdan tomchilatib sug'orish bilan bevosita mana shu mevazor, uzumzor, sabzavot ekinlarimizni suv bilan ta'minlaymiz. Eng yaxshi tomoni, bu suv omboriga suv o'z oqimi bilan olib kelinadi va bu suv olishimiz natijasida biz qo'shni davlatlarga hech qanday ziyon yetkazmaymiz. O'zimiz hududimizda ishlatilayotgan suvlardan iqtisod qilib olib kelib, mana shu suvni yig'amiz. Qishda suv hamma joyini bosib, ortiqchalik qilayotgan paytda biz suvni bir qismini shu yerda to'playmiz va bahordan boshlab biz me'yor bilan suvni beraveramiz. Suv inshooti tizimida katta yangilik deb baholanayotgan ushbu sa'y-harakatlar natijasida 2019-yilning kuzidan boshlab Forish tumanidagi ko'zda tutilgan o'zlashtirilmagan ekin maydonlar to'liq suv bilan ta'minlanadi. Viloyatda irrigatsiya va melioratsiya davlat dasturiga muvofiq joriy yilda suv inshootlarini rekonstruksiya qilish ishlariga 188,5 milliard so'm mablag' sarflanib, 64,4 kilometr kanallar va 118,8 kilometr latoklar mukammal ta'mirlanadi. Shuningdek, 3 kilometrlik qirg'oq mustahkamlanadi. 9,3 milliard so'm evaziga 336 kilometr sug'orish tarmoqlari, 541 dona gidrotexnik inshootlar, 50 dona nasos agregatlari va elektrodvigatellar, 35 ta sug'orish qudug'i va 1150 kilometr uzunlikdagi sug'orish tarmoqlarida ta'mirlash va tiklash ishlari bajariladi. Yurtboshimiz topshiriq berdilar. Jizzaxda eng og'ir masala bu sug'orish tarmoqlari eskirgan. Shuning uchun biz bu yerda zamonaviy tejamkor materiallardan latoklar ishlab chiqarishni yana yo'lga qo'yamiz. Shu yilning o'zida 50 kilometrdan ortiq yangi latok ishlab chiqarib, ularni o'rnatamiz va suv bilan ta'minlashda bu o'z katta samarasini beradi. Shuningdek, 57 kilometrga yaqin latok tarmoqlarini biz ta'mirlaymiz. Shuni evaziga 20% dan ortiq suvni iqtisod qilishga erishamiz. Prezidentimiz loyihalar bilan tanishib, ularni sifatli amalga oshirish bo'yicha aniq topshiriq va ko'rsatmalar berdi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga bo'lgan amaliy tashrifi nihoyasiga yetdi.